Aka nima sababdan 5000 so'mga mashinalar yog'ini almashtirib beryapsiz? Ramazon aksiyasi. Ramazon aksiyasi. Hozir nechta almashtirdilar ertalab? Hozir 60-navbat keldi. Nechtaga aksiya? Saharlikdan qilib va kelib olishibdi odamlar. Alloh rozi bo'lsin. Menga ham telefon qilishdi dedilar 6 ta. Olmadingiz, men rosa telefon qildim. Bu tomonni ko'ring, mana ochilibdi. Hozir Ko'chalar ichiga ham kirib ketgan mashinalar. ochildi. Hozir nechta o'zi общий? Общий 100 ta bo'ldi. Bonusiga bitta 100 bitta bo'lib qoldi. Hozir 100 bitta tugadi shu bilan. Tugadi. Almashtirsalar ham bo'ldi. Inshaalloh. Prosta 5000 berishyapti. Ha. Yog'ini almashtirib, keyin filtr ham qo'yib berasiz. Qanaqa yog' qo'yib berasizlar? Hop, G-Energy 5 ga 30. Aha. Inomarka mashinalarimizga 7000-8000 probeg yuradi. Hop, oddiy mashinalarimizga 10 ga 40, 15 ga 40, ular 6000-7000 garantiyasi bor. Hammasiga. Yog'ni ham zo'rini quyilyapti deganda. Ishonchli, original moylar. Bu lakatsamiz, bitta ayting endi bularga lakatsani. Hop. Lakatsamiz kirgili mostdan tushganda, Aha. Anvar Qassob chorraqasi Taxta bozoriga o'tib o'ng qo'lingizda zapravkadan keyin keladi. 100 metr, 150 metrdan keyin. Svetofordan keyin, ha? Kombinatdan kelishda Taxta bozoridan o'tganingizda betonka tugashi bilan bizni manzil chap qo'ldan ana. Batda yog' almashtirishdan tashqari nimalar bor? Yog' almashtirishdan tashqari motor xizmati usamiz bor. Buni ichkarini Qolgan kunlarda ham qanaqadir bonus ham yog' almashtirganga? Qolgan kunlari albatta bor. Qanaqa bonus? Kelgan ichini salon filtr, воздушный filtr, antifrizlarini dalibga qilamiz. Allohga balansirovka xizmatlarimiz bor. Xullas, hamma yo'g'i bonuslari ichida bo'ladi. Ko'p narsasi yog' almashtirganga. Albatta. Gap yo'q. Akamiz xudo xolasa kutib qoladilar sizlarni. Bemalol ichkarida balon, akkumulyator, bundan tashqari yana nimalar bor? Similar, hamma yo'q. Zapchas, Zapchasi ita akada xullas. Men mana uni. Akalar sog' bo'linglar, tanishibsizlar jo'natib qo'yamiz. Salomat bo'lasiz.